Assalamu alaykum, tordaşlar. Yaxşımısızlar? Yaxşı turdunlarmı? Sal kechik turib, naq maydon bo'lib qoldi, Xil uzun bo'lib qoldi. Biraz ishim chiqib qolgan, shuni aldirash bo'lib qoldim. Biz necha vaqtdan beri mushu Rabia Qodir boshchiligidagi indigenuslarga oid har xil isbot, savol, mushuning jinoiy javobgarligini o'z ustiga elish kerak deb turib bir qator xizmatlarni qildik. Lekin pisand qilmadi hamda jiqlar dedi, "Voy, mundaq oy qilmadik, oy qilmadik, yoki uning buning ishtirish yoki davomliq shu indigenous kategoriyasining ichida harakat qilib ko'z tutib turyotidi, mitmi qilmadi" dedi. Mitmi qilmasimi? Xalq harakati degan xalq harakati. Xalqni ko'zga ilmaganlarni bizmi ko'zga ilmaymiz. Unisi aniq. Enidining pulini elib nimish qildi? O'zining tuqqanlarining yolg'on davosini qildi. Atgan bir do'stimiz bilan shunda so'zlashdik. Enidining pulini nimaga ishlatdi dedi. Yonchiqni tompaytdi. Yana birisi do'yingda urug' tuqqanlari bor, insonlar bor. Jiq qarindoshlarimizning do'yinglari bor, qarindoshlarimiz mush davoning ichidagi eliq tuqqanlarni mushunda ko'tarib turgan. Voy dadam, voy anam deb turib mush Amerikadagi ne odamlarnikidan-ki shu videolarni toplab ivetib qo'yganlar bor. Onu chiqarmadik. Ba'zilari hamda mush xalqaro ba'zan medialarda yurgan bo'lgandan onu biz chiqarib mazlashib yurmayli bo'ldi. Da'voga ziyon yetkazmaslar, bu yolg'onchilikni o'ttirg'i tashlamaymiz deb turib mushundaq deb kelyapmiz hozirga qadar. Anadikin mayli artistninki bir yo'l bir belvaqdagi mush shirkatlarniki hamma narsalari vey bo Anık doyingdi jugurab yürüydü ede. Nimi dep uruk tuqqanlarım falan yada pokun yada dep durup yalgandan kıldıgan dep özünü sorap yıkanlar dedim. Anadaki yeni bir nersini deyli ya. Bu şeylik London paliydi degenden ki bu 63 betlik şu hükümnamesi deyli. Hükümnamesinin içinde mi? Indigenous dep durup ma'lum mazmunlarni muş indigenous ismi bilen, indigenous qalpığı bilen Uygurlarniki şu hazırki tatib atқан zulümini naiti yögep durup elə qalpaq bilen bayan qıgan nimeler jiq. Moşun odamı deydik mitmi qımı deydi. Oy mit qımısı mı senin haq hukukun sözleş erkinligin ba. Xuddi erkinsizlik nime dep taqlap ketdi? Oylap yiqinglar. Vay, fikir erkinligi degan Xitoynikini misal qilib turib shunda so'zlab ketdi. Qo'yg'inmi yo'q, so'zligimmi yo'q. Lekin uni menga ivatgandikilla jiq qarindoshlarımızın fikriga hurmat qilma. Mushuni chiqarsa xo'g'dak degandikin do'stlarimiz uni kirishtirib, inglizchaga tarjima qilib chiqaryotdi. Chunki Uyg'urlarga davoni chet elliklarga anlatamiz deganga o'xshash qilayotganlaringni chet ellikka anlatayli. Senin qilgan narslaringni uqmasa bo'lmaydi chet elliklar. Heliqi vatandan kelgan uchurlardan tutib hamma narsani so'zlaganlaringni hammasini qarindoshlarimiz tarjima qilyotdi. Çünkü çetelikler kızgı diye bununla. Bu adam nemi sözlevatı diyenler var bazen tıllar. Bu İngilizlerin içinde Uygurcunu vay yay sudek sözleydiğinler var. Şular mı bazen nersen bizge ivet vatıdı. Madim depti. Mayadan mayagiçe bir tercim kıplı teyalap verenler diyenler tercim kıplı teyalap veriyoruz. O bizim hak hukukumuz. Lakin sen bizim hak hukukumuzda boğuvatsa. Galdım boğuvatsa sözümüz son o vatanın sırtığı diyen bu Xitay chiqirib turib Xitoy ajoyib yaxshi Xitoylar aka bizni mustaqil bo'lsin deb shunchalik qo'shildi ekanda Xitoy. Shuning uchun bizni mustaqillik talab qilsin, Zumrat tursin, boshchiligidagi hammasi mustaqillik talab qilsin deb turib shu mustaqilchilarning hammasini Xitoy chiqiribdi. Yomon qiziqchi bir gaplarga. Undaqda Xitoy bizning mustaqil bo'lishimizni to'rt ko'z bilan kutaydi. Undaq mustaqil bo'lishni xato yo'l emaskan. Seni avtonomiya uchun kim chiqadi hamsa? Bizni mustaqillik uchun Xitoy chiqiribdi. Dayli bir kulkilik tema, ha? Kulib qo'yinglar bolalar. Anadikin Nuri Turkalni voy jazolabdi deb chiqirib qo'yibdi. Voy jazolamag'anmidi dexicha? Demamsizlar dedim. Talay qarindoshlarimiz turmalarda o'lib ketganlarning kelma videolarini chiqirib qalasizlar yo Nuri Turkalning bir narsasi o'lib qaptimi? Ablat Abdurashid o'lib qaptimi? O'ylab yiqinglar.
ba'zan narsalarga sal kallanglarni ishlasanglar javob tepiladi dedim. Voy, puhralar o'lsa bo'ladi. Puhralar ondaq-mondaq har yig'layotgan qarindoshlarimiz va shu ba'zinisini ochiq chiqmasimi? Har BDT'dan tutib, shu Amerikaning xeyli muhim yerlarigacha guvohlik bergan ne qarindoshlarimiz va ularning dardlari dard tatishga haqliqmi? Qarindoshlar o'lishga haqliqmi? Solashqa haqliqmi? Voy, ne karxanchilar nim bo'lib ketdi? Nurtay hojimdek karxanchilar, ha? Talay karxanchilar vayron bo'lib ketdi. Uning nima jazo bo'libdi? O'lib qolibdimi bir nimasi? 73 bir nima bo'libdimi? Sual qo'yib yiqib, bunda bir javob izlab yiqinglar qarindoshlarim dedim. Mendan savol so'raganlarga. Anan ekan ba'zilar dedi, "Oy, palonchininki mushundaq nima uya bu yerda tutilib qolgan biraylarninkini mundaq nim qilmadingiz." Voy, mening qilayotgan ishim baxchiq. Masalan, bizning qarindoshlarimiz Indoneziya turmusidagi, Malayziya turmusidagi, Tayland turmusidagi, Vietnam turmusidagi, Malayziya turmusidagi, anandakin Saudiyadagi turmidagi qarindoshlarimizni g'amini qilyotidi. Tinmay konsullarga xat yozamiz, tinmay aşağıdaki yerlik tashkilotlar orqali ba'zan turmush sharoitini o'sim yaxshilab beringlar deb turib shunda qilyotimiz. Buni hammin to'g'ri chiqib demaymiz. Ularni Uyg'urtigo dedim. Kollektiv falan adam bir adam uchun qo'palaydi ekan, ular uchunmi qo'payli? Shuning uchun tirishayotimiz. Iqtisodini ozroq o'zim yordamlashib o'ngishashqa, ba'zan bir qiyinchiliklarni hal qilib berishga tirishgan bo'lsak deb turib, ashadki yerlik bilan aloqa o'rnatib kelyapmiz hozir qadar. Buning javobim shu. Anadaki imza ne dedi? İmza tekrar itilip ketdi. Ben 100.000 kişilik imza doğruluq bir neçə qatim sözlegen vaqtimda mandaq dey. 100.000 kişilik imza arqılıq bütün Uyghur, chet eldagi Uyg'urlar səfərvərlikə aktiv avaz qo'shish arqılıq Milliy Uyg'unish harakatininki lideri Sodiq Xudoyorninki Həssəğə bu 100.000 kişilik imzanı oturğa taşlaş, xalqның avaz qo'shishi. Anadaki muşu arqılıq müstaqillik iradimiz bildirdik. Bu bir bösüş xarakterlik ilgirleş. Şunun bilan men aşında deb ketdim. Hazırqıçı ma imzaçı deb ketdi. Bu imza o'sha o'zi demokratiya talab qilamiz deb o'ltirib, demokratiyani tushunmagan bir insonlarga demokratiyanın qandaqlığını ügütüş hareketi. Tekrar itildi, lekin tekrar içilmoqchi. Yanımı şu imzani o'tirib qo'ymoqchiligini anglab turyapmiz. Chiqir qo'yibdi e'lon qilib. Biz ovoz qo'shimiz. Demokratiya degan shu, o'xshamagan fikrdagilar hurmat qilish kerak bir-birini. Oqidan putlab, oqidan pichoq urib, senga qilmaysan, mallaga qilma degan o demokratiya emas. O'ylab yiqinglar, u demokratiya emas. Demokratiya degan nima? Axborot erkinligi, saylam erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi, faoliyat erkinligi, ya'ni shu o'ylab yiqinglar, harakat. Bir odamniki bir yerga u yoq bu yoqqa berish erkinligi bo'ladi. Voy nima ish qilyotidi, ondaq qilyotidi, mundaq qilyotidi, voy gap qilmasin, voy ma Xitoyning odami, sening bilan fikrimiz o'xshashmasa Xitoyning odami bo'lmaymiz. Sen Xitoyning odami Xitoyni demokratiyalashtirma deb yuribsan. Sen Xitoyning odami misollarning hammasini Xitoyninki misollarini olsa, Xitoyning o'zida yo'q demokratiya sana beramda. Birdan mavzuniki misolga olsa, chet elda demokratiya davlatlarda sen misolga olgandek misollar yo'qmi? Ne misollar bor shuni? Nima uchun olmaysa, o'ginib qolmasin deydigansa, Uyg'urning mucha fikr erkinligi bor. Uyghur xalqining fikr erkinligi var, vatani uchun iyi chiqish erkinligi var. Bu o'zimizning ishi. Sen Xitoyni gullandirma deb Junxo millatlarga as qo'sh yuriyver. Biz zaminimizga ega bo'lamiz. Shuning uchun harakat qilamiz, demokratiya deganni o'ginimiz. Ey, davlat bo'lgan chog'da sening nima ishing? Sen Xitoyning ishini qilayotgan bo'lganki bizga aralashma.
Nemişqa sen arışsa? Muha insanlardan dikkat qılыңlar. Muha nimelerden dikkat qılыңlar. Bu çoxum Xitoy chiqagan adam. Oy, Xitoy Allomat yaxshi ketibdi. Bizni mustaqillik talab qılыңlar deb chiqirib atgan biz. Voy. Bu nima degan qiziq logika deb o'ltirib, xo'shal mangayli o'tirdi. O'ylab beqinglar. Uning tuquni munda bo'pti, mening tuquni anda bo'pti desizlar, hayajonlanib ketib o'tmay. Ne xalqlar o'lib ketganlar va, ingirayotganlar va dadam appam deb yurganlar ba. To'g'liqmi yuriydi-ku? Uni hukumatdan izlab, chiq ishlar bo'lyotidi. Qarindoshlarim, uyqumizni biroz ochayli. Dadi bor odamchu, ayrim bo'ladi. Dadi yo'q odam hargiz dadi bor odamlarniki u dadini tushunmaydi. Ba'zan odamlardan umid kutib yuraverdi haq. Uning bilan chattig'imiz yo'q. Tillimisanlı bo'ldi bizni. Bizning ishimizni mushundaq tekrar palashalatga akab qo'yishdagi maqsad nima? Ichilib ketgan shu yuchuqlarni itishdagi maqsad nima? Yanılı mit qilmay o'ltirib mana. Yanılı indigenous. Voy, o'zing indigenous bo'lsang bo'lmamsa bizga ne? Lekin bizning ishimiz ne? Bizning vatanimizni sotma davatimiz. Sotganlarni bekor qil, jinoiy javobgarligini o'z ustingga ol davatimiz. Xalqni ko'zgilimidi de, voy xalqning nazardan chiqib qilishchi. Voy. Umringda peshonangdan ketmaydigan bir la'natga, la'nat tamg'isini besib yurganlar u dunyoga shu la'nat tamg'isi bilan ketadi. Lekin biz yo'q deyishimiz kerak. Demokratiya bir davlatlarda yashab o'ltirib demokratiyaning nimaligini bilmasak, o'ylab beqinglar. Og'zinglarni bo'lsa oy bir narsa yozmanglar, sizlar arz qildik, munda qildik. Voy, arz qilsin nimadan qo'rqsizlar? Har bir davlatda advokat bor. O'zining qo'ngida bir mo'ch poq odam qandaqsiz sizlarni arz qilib yuralaydi, o'ylab beqinglar. O'zi sotning ichida yursa, ishlari qandaq so'rilib yurayotganini o'zi biladi. Maktab ishqonlarningmi-chu? Shuning uchun arz qilmadi, ishini tak urgan chaqda chiqimiz. O qo'rqadigan ish emas. Arzi qilish desa. Nuriyaninkichu sotidimi tang chiqqichiligim bor. Boshqa yaniki chaqirsa, men Nuriya grajdani. Menga advokatdan keladi. Nasa? Topshirib olganim yo'q. Unda ter taraqshitib, "Oy, seni arz qildigan bo'pti. Sizni arz qildigan bo'pti. Bunda qiling, diqqat qiling jumo" deb. Nimadan diqqat qilaman? Xoin dedim. Vatanimni sotding dedim. Jinoiy javobgarligimni ustingga ol dedim. Tatayning bolasi bizni Uyg'urga vakillik qila olmaydi dedim. Unda emas dedi chiqsin. Uçuk aşkara emmiyede uya berilin lıgırlıtıp yürgen tuqqallarımla naymışsın. Uçuk aşkara bir yerde mümkünüp durup bir yerde oğurluk amma değişkim işti misini? Dığı bir senge mi yetmegen neslerini oturgu taşlavatımız? Ne hayırlıqlavatı aldırmay çıkıdı o nesle? Birden azim qıp duruşsla dedim. Bazıları hocan işte baxlaşdaq buldu. Mandaq bir keng quchoq içib, bir-birimizni kechirim qilsak, hayırlıqni kechirim qilam da. Sen mi Xitoy uyingdagi 73 tonni quchoqlay olganlar, biz quchoqlay olmaymiz. Ba'zan shu ajush-majishlarning tuqqanlarining uchun bunda oqi qarab baqsanglar bir yerlari Xitoyga chaplishliq. Ya ajisi, ya singlisi, ya birmisi. Ziminin igi chiqalsang, anadaki hamma narsang sening bo'ladi. E'tiqodingmi mustaqil davlating bo'lsa, e'tiqodingni igi chiqa olaysan. Islomning qo'g'dug'uvchilari butun dunyoda liq. Nima deb Qur'on ko'ydirilganda, masjidlar o'rilganda hech qaysi islom davlatlari zuvan chiqamaydi. Eyliğe kelme şehadet kelimesini munda qildi, depsandi qildi dedi. Sen ziminingga igi chiqsang, qo'ng'i tepalaysa, nima deysa deb. Bütün dunyoda to'rlar yuzlarda jiqqu.
e'tiqod erkinligingizga hurmat qilish kerak degan butun dunyoda bor. Ammo ashumu demokratiyaning bir qismi. Lekin biz o'zimizni qutuldiramay turib, e'tiqodimizni mumkin emas. O xalqning yeniga berib yetib olamsa, nimish qilsang, zimin deb ega chiqmasanglar, o hech qanday narsaga ega chiqolmaysa. Ko'zga ilmaydi. Da'voning nima ekanligini bilmasang, bildiranmasang, yanada Uyg'urni tunishtirmaymiz. Uyg'urni butun dunyo tunuydi. Senla tunimapsa, nimish qilayotganingni bilmagandikin, demokratiyani tushunmagandikin sen. Albatta Uyg'urni butun dunyo tunib o'g'inini bilmaydi ekansa. Vatandagi Uyg'urlarcha qiyni bilan tunitib o'g'an butun dunyoga Uyg'urni. Madaniyati bilan burunqilar tunitib ekan, qiyni bilan, jini bilan vatandagilar tunitgan. Yolg'onchilikni qilib asang ishinidu deb o'ylab qolma. Butun dunyoda ne o'zgarishlar bo'lyotidi? Xitoy virusi Xitoyni cho'qim parchalab bitadi. Bilib ol. Faqat ash o'ltiramay ketyapsa, Uyg'ur uyg'unib ketgandan sening hayoting butunlay xavf ostidagidek bo'lib ketyapti. Chunki Uyg'urning bir kun qoningdan oldig'iga ishonsa, bilibotsa, eliq materiallaring top-topdan chiqyapti bir yerlardan. Hech kim tiqib qo'ygani yo'q. Ayni vaqtda refada e'lon qilingan shu suhbatlarning ichidami ovozlaringlar hech nima yo'qolib ketgani yo'q. Rabixon beshini ichiga tiqib olsa, enedining puli kesilib kesib bo'lmaydi desa, yanchig'im kesilib ketadi desanglar bo'lmadimi? Uyg'ur uyi, shuningmi, oldirma texi. Rabiya Qodir hargiz qochib qutulolmaysa Uyg'urdan. Men sana deb qo'yay. Sen uni buni quturtib turib, mana bunda dadanglar, bunda tillanglar, hammanglar bir ustal kelalaysizlar. Bunda qilinglar, anda qilinglar, mitmi qilmaymiz Siqib so'zlayotgan topdiki, yana birimidikilargacha g'idig'imiz keldi Lekin yig'ib qo'yamiz. Atog'in butunlay ash pishonanga tomg'i bilan ketsa, qoshqon bilan ketsa qolsin. Xoin qoshqisi bilan. O bu tuqqanlarınınkini, yana birminikini içipdi, voy manda qilib qo'ydik, anda qilib qo'ydik desanglar, uqmaydi. Deb qolma. Müşüyeliqi millatparvar, vatanparvar qarindoshlarımizga rahmat. Jiq uçurlar bilan ta'minlayapsizlar. Anandan keyin mush imzo to'g'riliqmi voy qachon imzo echiladigandu deb meningcha bu imzoni o'rinlashtiruvchi shu tashkilotninki o'zininki boshları cho'qim o'tirg'i chiqib deydi, e'lon chiqib qo'yganini ko'rsanglar bo'ladi. Lekin biz aktiv ovoz qo'shishimiz kerak. Bu bir demokratiyani, xalqning mush demokratiyani xalq harakati orqali mushu atalmish da'vogarlarninki demokratiyaning qandoq ekanligini, nimaning demokratiya ekanligini xalq harakati orqali uqtirish mush imzo orqali bo'ladi. Men ashta o'yladim, jiqla ashta mendan so'rab baxti, "Oyey, bu harakat qandoq harakat bo'ladi? Bu imzoning bizga nima foydasi bo'ladi?" Demokratiyani o'rganish harakati. Bundacha aytgan chaqda biz ashu xoin munofiqlarni butun yerdan tatib chiqaryapmizku, savol qo'yyapmiz, jinoiy javobgarligini ustunga oldyapmiz, haq huquqimizni qo'g'daymiz deyapmiz. Nima deb ziminimizni sotding? Ashu bayonotingni bekor qil. Çoqqum jinoiy javobgarligini ustunga elishing kerak deyapmiz. Bu xalq harakati. Burunqiga o'xshash jim o'ltamada hech kim. Jiq qarindoshlarimiz ayrimxonda olsun, fikrlari orqali olsun, o'zininki pozitsiyasini bildirib kelyapti. Rahmat sizlarga. Anandan keyin mushu ma imzo orqaliqmi abay deb o'tgandek demokratiyani o'gitimiz. Demokratiyaning qandoq bo'lganligini xalq harakati orqali uqtiramiz. Fikir erkinligimizni qo'g'daymiz. Bu demokratiya davlat yashayapmiz biz. Anandan keyin har qaysi davlatlardagi turmalarda yetayotgan qarindoshlarimizningki hammasiga ko'ngil bilaylik. Sizning azroq erkitingiz ashlarga azroq bo'lsin bir imtiyozlarni akab berdi. Turmada yetayotgan talay qarindoshlarimiz, qechib yashayotgan talay qarindoshlarimiz.
Biz hemen to'g'riga chiqib, voy manda qildim. Oy deb turib rasm tushib o'ltirmaymiz. Biz artist olmagan ekan. Anandan keyin boshqa birasininki voy bir tuqquni bunda bo'pti. Shinjon gazetasiga chiqibdi. Voy maningda birdan bo'pti. Jazo e'lon qilibdi. Ölmüse o turmamdı. Uy, o mollamnikini man tugishib ketisizlar. Hayajonlanib dedim. Ta endi birim bo'pti desa, sen turamiki birim bo'lmabdi desima. Ne qarindoshlarimiz var? He, kechalab uxlayolmaydigan. He. Aşaylıqı To'g'li Hamidniki momisining rasmini men bir qatim ko'rsatgan-ku. Aşı momaymi 90 necha yoshga kirgan momay o'zining bolasidan ko'rishamay, ashtaq yashayotdi. O'ylab yiqinglar. Jambayat qazaba, yoshga cho'ng odam degan nom pishib qoladi. O'g'lining dardida ashunda yashayotdi. O'g'li igi chiqib, o Shvetsiya parlamentining oldida yuriydi-ku, shu arvaqirab, qarab yiqinglar. Voy birdan bundaydi, birdan bundaydi. Voy mitmi qilmay qıvatıdı. Meydanı müstahkem bolsa, elning nazardan tushib qolmaydi. Xudoyim saqlasin, elning nazardan tushib qilishdan. Peshonangga qoshqon bilan ketsa. Ashtaq. Bu meydansızlık bir nomussuzluq deb o'ylayman. Xoinliklar o'xshash meydansızlık degan. Haq qo'rqoq silib, uni qilib, buni qilib qo'rqoq saqalag'im deb qo'ydim ey. Nimidan qo'rqsa, qo'rqasa. Tutulup qalsang, tutulup qalgancha igi chiqamiz. O'zi qo'rqib ketgan odam boshqa odamdan qo'rqitdi. Esingizda bo'lsin. Bu Xitoyninki tuprog'ida yashayotmaymiz. Beijing, Shanxayda yashayotgandek his qilmay. Miyani ozod qilsangiz, aniki miyadim zuvantimi tutulib qolmay chiqadigan bo'ladi. Sizning dardingiz bo'lmasizlar? Chiqamsa, o'tirqa deb. Mana men o'tirda. Men chiqsam nim deyalaydi. Senimi chiqmamsa, hammadan chiqib olmaydi. Uy, olam degan to'q seni, ya qizini beram degan to'q deyman men ba'zilarga. Nim qildigan chiqsang, suyunchi beram degan, o'rimlik beram degan dedim. Qarindoshlarim, ne hujjatlar var. Oldirmay tuptusun. Qo'ng echilgan odam bosh pah o'ltiramay, hozir nima g'amda, mana shu pulning g'amida. Ash to'xtilib ketsa, nima ishlar bo'ladi? Qo'ng echilib ketadi, echib ketgan do'konlar. Odam degan o'zining turmush saviyasiga loyiq turmush kechiradi. Lekin Amerikadagi bir davlatda noyda yuqori saviyada yashayotgan, bo'vay momaylar yuqori saviyada yashayotgan ba'zan bir insonlar nereden keladi o pul? O'ylab yiqing. Düm yetib, düm qopib, pishiriqlarni selib, so'ringa pishiriq sep o'tirib jon boqadigan qarindoshlarimiz var shu Amerikada. O'ngdisiga yasi nereden keladi pul? Xuddi siz bizning peyimizda siz dushman bo'lganingiz uchun bizning peyimizga tushgan bo'lsangiz, bizmi sizni dushman deb turib peyingizga tushib bo'lgan. Chunki sizlar o'rgatdinglar bizga. O'zingning deganini bilmagidek odam xudingni bilmaychi deb sağamatan. Har qanday narsangning seningda yo'q, o'zing o'chirvarsangmi, seningda yo'q narsa menda bor. Chunki oldikayning tayini yo'q. Odamlarning narslarini noyda diqqat qilib saqlayman. Telefonim ig'ir bo'lib ketsa-mi, shuni tushirib qo'yib saqlayman. Hargiz o'chirib etmayman. Buncha yilning oldida 2018dan boshlab har qanday narsang bor menda. O'zingning zuvoning bilan so'zlashgan narslaring, ichirib, yig'ishtirib qilgan narslaring hammasi bor. Qarindoshlarim, demokratiyani o'rganayli. Ziminga ega chiqishni o'rganayli. Bo'lmasa, urug' tuqqanlarimizla umrimizni ko'rishamaymiz. Rostla, uyqu ichida yotmang. Urug' tuqqanlarimiz bilan hargiz ko'rishamaymiz. O'zingiz qopsingiz, Allohmi yordam qiladi. Bo'lmasa shu uxlab yotimiz, yig'laymiz, mish yig'laydiganlar bor.
Sizlar o'ylab beqinglar. Ey, mushu doyingdagi ba'zi narsalarga nisbatan bir qarindishimizga mush ayrim gap qildim. Siz mush gapimni, mushu gapni siz menga qaratdingizmi deganlar bor bo'ldi. Men ma'lum birsiga qaratmadim, lekin doyingdagi ba'zi mazmunlar rost bizga tushmaydi. O'ylab beqinglar, vatanning sirtidimi ne Xitoy tuqqanlari bor, Xitoy og'an, Xitoyga tekkan, voy hozirgacha bor Xitoyning oshxonalarida yeb, dum yetib o'ltagan, xogo yedik deb. Danqan sho'rpisi ichib o'ltaganlar bor-ku. Unda narsalar Onunda siz o'zingizda hamda madaniyatingizning yoki boshqa sal to'g'ri keladigan narsalarni chiqarganingiz yaxshi deb turib, ashta tavsiya qilaman. Andan keyin sizlar o'ylab beqinglar, ba'zan yolg'on narsalarni chiqarsanglar-chu, faqat o'tmaydi. Voy, men yolg'onka deydi. Sizlar o'ylab beqinglar, Xitoyningki qaysi bir to'rbatlarda rost xabarlar chiqdi? Nima deb süzgüçtün süzülüp bizga chiqdi ashta narsalar? Nima uchun ash da'vogarlar, eliq atalmış da'vogarlarningki cho'ylisiga chiqdi? O'ylab beqinglar, ba'zan narsalar ishchi bilan teshininki shundoq zish giralishib ketgan bir xil tashviqot. Bir surkilishni shunda bir cho'ng bir tema qatorida jidal qilib turib o'tirg'i tashladi. Bir surkilishni o'ylab beqinglar. Ölügünü setiş desek buludu. Ölügünü sattığı. Bir çağlarda dolğun Eysa'mı ölügünü satqandı. Oyey, Şükret Zakir'ninki sınlısının peşva yedim dep. Şunun oxşaş jidal. Oyey, mınav ketdim dep doktorxana yatısız. Doktorxana kirib chiqib turimiz biz ma. Oyey chiqib, voy, ben işim manda qilib ketdim. Aldav ketdim dep turib, miqrab turib yoki bir yerlerimni qo'limni esib ya putumni esib chiqsam bo'lamda? Normal bir insonda surkilish bo'ladi. Biz mushu bir sapda mengayotgan shu vatansuyar qarindoshlarimiz bilan fikrimizda to'g'ri kelmagan yerlarimiz bo'ladi. Meningni to'g'ri deb o'ltirib olmayman. Qabul qilma ba'zini yoki meninkini qabul qiladi. Biz o'rtaq yig'in orqali, fikr orqali mushu narsani ya sizning to'g'ri, ya mening to'g'ri, ya yana birisining to'g'ri bo'lishi mumkin deb turib o'rtaq kelib, anandagi so'zlaymiz, ba'zan harakatlarni olib boramiz. O meningni to'g'ri desam to'g'rimaydi. Bolalarimmi meninkini hamma narsani to'g'ri mening demaydi. Hurmat yuzidan ba'zan narsalarga gap qilmaydi ular xolos. Lekin ba'zida mush bolalarimning to'g'ri deb turib fikirga qo'shilma, agishma. Ularning bildig'ini meninkidan jiq deb bilma. Yoshlar orasida jiq narsalar texmi ochiq bo'ladi. Mana bunda qilish kerak deb deydigan gap. O siz zo'lab tanlamaysiz. Bu vatan davosi, zimin davosi. Falan Uyg'urning davosi bu. Sen tanlamaysan. O imzoning to'rbitini itivassanlı ish tugaydi degan gap yo'q. Uningdan cho'ngi chiqdi. Qarshilik ko'stish deganning nima ekanligini bildirib qo'yamiz. Mushtirqimda mayli O'rta Osiyodan bo'lsin, mayli Turkiyadan, mayli qanday yerdagi qarindoshlarimiz o imzo qachon etilgan Zumrat xonim. Imzoni qanday qilamiz? Voy qanday qilamiz deyotganlar bor. Voy to'xtab turinglar. İmza torbeti içilgan çağda hammamiz ko'rimiz. Men tashkilotchi emas, men bir xalq bo'lish suputim bilan mushu demokratiyani o'g'itishimiz kerak, demokratiyaning nima ekanligini dedim. Jiq insonlarga o'g'itimiz, yolg'on da'vogarlarga o'g'itimiz. Sen ishingni qilayver, lekin bizga pichoq urma deganni o'g'itimiz. Xitoyni misolga olib turib, oyey, fikr erkin sarangab tutqaq kesilib odamdagillik sakrab taxlab ketgan eliqi. Dünya Uyghur Qurultayiningki bosh maslahatchisi eliqi nasad ishlaydigan. Insonga o'g'itib qo'yamiz demokratiyaning nima ekanligini. Bilib ol. Qarindoshlarim, uyqumizni ichib, naydi sezgur bo'layli. Jiq qarindoshlarimiz bor, naydi inchika. Ba'zan yerlardagi inkoslar olsun, ba'zan yerlardagi uchurlar olsun, shunda jiddiy rasmga tortib ivatidi. Rahmat aytaman Allohga. Ko'may qolgan narslarimni ko'rsatib qo'ysizlar. Ko'pdan ko'p rahmat. Shunchalik xo'shalman.
Bu xalq hareketidinki qanchalik kuchi borligini bilyapsizlar, endi texmi bilasizlar. Vatan bizningki. Vatan igi chiqqanlarningki. Demokratiyani mushu chet elda yashab turib o'ginib bo'layli. O'gitib qo'yayli ham. Yo'q deyishni o'gitib qo'yayli. Sening mening og'zimni etish huquqing yo'q. Fikrimga hurmat qilmasang, fikr erkinligimni to'ssang, Xitoyda nima farqing? Xitoyni demokratiyalashtirmoqchitinglar-ku. Xitoyni demokratiyalashtirish heliq şirketining a'zositinglar-ku, Fu Shichuning tuqqanlari. Deb savol qo'yib beqing. Heliq demokratiyachi Xitoylarning yanida quchig'ida o'ltag'anlar. Neni demokratiyasini qilibdi? Uyg'urningki gelini bo'g'digan sendan u huquqni kim berdi? Desanglar bo'ldi qarindoshlarim. Nerede uyum boz şu yerde yürümey? Ma belkim ma'ning bilan agashmi kasalligi bor bir o'yinlar bo'lishi mumkin deb turib o'tirda yaxshi bir rol o'ynanglar. Mushuning ichida bir bog'lanishlik bordu deb turib so'g'aqqonlik bilan fikr yurgizinglar. Anandikin ba'zan bir o'rinsiz odamlarga azor bermanglar. Ko'rmasangiz bo'ladi. Xuddi biznikini ko'rib tilgan o'xshash. Biz fikrimizni bildiramiz. Sen tillaysa. Oyey, bütün dunyoda xalqarалық JSH'lik qilib ketganlar o'tirg'i chiqib videolarni ishlab turib Uyg'urga dars o'tib ketsa, voy, bekli kulkitimiz. Qarindoshlarim, uyqumizni ochaylik, demokratiyani o'rganaylik, vatanimizga ega chiqaylik, qarindoshlarimiz bilan mushu dunyoda ko'rishishni Alloh nasib qilsin. Alloh tirishqan bendisini ümitsiz qo'ymaydi deb bilaman. Başqa ish qilamisanlarmi, duolaringlarda olsunmi, vatan uchun, millat uchun, mushu millat uchun kuyayotgan qarindoshlarimiz uchun duo qilib qo'yinglar. Rahmat sizlarga.